qarindoshlarim. Bugungi mana 17-chisloda bugungi darsimiz ayollik energiyamiz haqida dars bo'ldi. Nechinchi dars? Endi 7-darsmi? 7-darsimiz. Judalarda mazza qildim, judalarda. Ichimdan xohlagan narsalarimni oldimda. Rahmat, boringga shukr, Bahora. Sizga ham. Ana shu juda ham tushunishim kerak bo'lgan narsalarni shunchalar chiroyli qilib tushuntirib berdingki, mana shu men tushungan narsalarimni boshqa ayollar ham tushunishni xohlayman. Boshqa ayollarga ham yetkazib berishni xohlayman. Onamda bor narsalarni, to'g'ri, onamdan bor juda ham chiroyli narsalarni olgan ekanman, o'shalarning qadriga yetmay yurgan ekanman, ana shularni tushunib yetdim. Ammamda, mana ajdodlarimda bo'lgan ayollik energiyalariga olinishi kerak bo'lganlarni olgan ekanman, to'g'risi tushunmagan ekanman. Mana shu 5 yillarning ichida mana shu keyingi olgan 2 yil ichida sendan olgan darslarimdan olgan tushunchalarim bilan men 180 gradusga o'zgardim deb o'zimga mana bemalol ayta olaman-da. Juda chiroyli. Rahmat senga, boringga shukr. Ana shu she'rda men o'zimizni mana shu zamonamizni ayollarga bir murojaat qilmoqchiman. Mana qizlar deb gapiraman-da men. 60 yoshlikni ham, 18 yoshlikni ham, 50 yosh, 40 yoshliklarni ham hammasini qizlar deb murojaat qilaman. Qizlar juda ham yaxshi narsani psixologiya bilan shug'ullaninglar, murojaat qilinglar. Faqat o'zlaringiz tanlab psixologlarni ham mana bu nima o'zlaringiz qalblaringizga mosini tanlab olinglar. Mana shu Bahora G'ulomjonova meni qalbimga mos gaplarni gapiryapti. Mana shunchalar yaxshi maza qilib dars olyapmanki, 18 yoshlik mana bu qizlik, ichimda qizlik hislarim mana yuzaga chiqdi-da. Yuzaga chiqib shunaqa maza qilyapman. Har darsga shunaqa kutamanki, qanaqa emotsiya olayotganman deb kutaman-da. Rahmat, maza qildim, boringga shukr. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat mana shu otsiflaringiz uchun. Ana shu samimiylik bilan aytayotgan, ichingizdan chiqayotgan mana shu gaplar uchun men yanada maza qilyapman. Yanada nima desam, ko'proq bo'lishim keladi shu narsa. Ko'proq bilishim keladi. Sen ilmlaringdan men olaveraylik. Fikr almashaveraylik. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.